Qishloqning o'rtasida osmonga qarab cheksiz ko'tarilib ketadigan zinapoya bor edi. Yilda 2 marta ular zinadan chiqish kunini o'tkazishar, katta bochkaning ichidan bir ism tortib olishardi. Kim chiqsa, bu katta sharaf sanalardi. Uning opasi sochini tuzatib, ko'zida yosh bilan quchoqladi. Qachonki u ham tanlansa, ukasini ko'rishi mumkin edi. Qariya uning yelkasiga qo'lini qo'yib, bir muddat sinchkovlik bilan qaradi. So'ng hech narsa demay bolaga yo'l bo'shatdi. Bola chiqishni boshladi. Lekin opasi ukasini bulutlar ichiga kirib ketayotganini ko'rganda nimadir uning yuragiga notinchlik soldi. O'sha kechasi u yashirincha qishloqdan chiqib zinapoya tagiga keldi. Tanlanmasdan chiqib ketgan odamning ismi hech qachon tilga olinmas edi. Agar u buni qilsa, ehtimol ukasini qayta ko'ra olmasdi. Lekin yuragidagi bezovtalik tinchimadi. Shuning uchun u ham zinapoyaga chiqishni boshladi. Qishloq asta-sekin ko'rinmay qoldi. Uning nafas olishi qiyinlashdi va sovuq tushdi. Zinapoyalar oxirida u bir eshikni topdi va ukasini izlab ichkariga kirdi. Ne ko'z bilan qarasaki, viloyatdagi eng katta Golland ulgurji elektroskuterlar va elektromotorollerlar do'koni ekan. Ukasi esa shu yerda o'zining ko'p yillik orzusi bo'lgan mashinalar, velosipedlar va o'zi yurar mototsikllarni quvonch bilan tomosha qilib sinab ko'rayotgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, u orzu qilgan barcha narsalar Golland do'konida eng sifatli va eng arzon ulgurji narxlarda sotilar ekan. Ukasi yoqtirgan mototsiklni sotib olib, o'z murod maqsadiga yetdi. Azizlar, siz ham o'zingiz yoki farzandingizning orzusidagi vositani Golland do'konidan toping. Sifat va ishonch va qulay narx faqat Gollandda.